Xitoy tarbiyalash o'rinlariga odam tutish salmoqini kuchaytirdi. Xitoy tajovuzlari o'tgan yillar Sharqiy Turkistonda ta'sis qilib olgan tarbiyalash o'rinlariga Uyg'ur musulmonlarini yig'ib tarbiyalayotgan edi. Lekin bu yil o'xshamaydigan yeri mazkur tarbiyalash o'rinlariga Qozoq, Qirg'iz qatorliq oz sonli millat musulmonlarini yig'ib tarbiyalashga boshlagan. Amdilikda bu tarbiyalash o'rnining nomini kasbiy tarbiyalash o'rni degan nomga o'zgartib davomlashtirgan. Xitoy Sharqiy Turkiston masalasini hal qilish haqida muhokama yig'ini ochdi. Xitoyning yuqori darajali siyosiy maslahatchilari tarixni burmilab, eg'iziga kelganicha biljirlab, Sharqiy Turkistondagi har qaysi millatlar Junxo millatining a'zolari degan. Xitoy bu xil o'tmas matoni bozorga silib o'tkazishga amal bo'lmaganda, Sharqiy Turkistonda yashayotgan xalqning ovozini har xil tuhmat va zulm, turmalarga qamash orqali musulmonlarning put-qo'lini bog'lab harakat qilolmaydigan qilib bo'ldik deb qarab, o'zini Sharqiy Turkiston xalqining vakili ko'rsatib, xalqaro jamiyatni aldamoqda. Xalqimizning necha yildan beri Xitoyning diginiga ko'nmay, jasorat bilan to'g'ri maydoni haq iymonida ching turib, turmalarga kirib yetishga rozi bo'layotganligi bo'lsa, Xitoy tajovuzchilarining mag'lubiyatining bishorati deyishga bo'ladi. İlham Aliyev Arakan musulmonlari uchun xalqaro harakatga o'tishga chaqirdi. Ozarbayjon prezidenti İlham Aliyev bayonotida Arakan musulmonlari duch kelgan zo'ravonlik voqealarini qattiq aybladi. İlham Aliyev islomga o'chmanlik qilish harakatiga qarshi aktiv kurash qiladiganligini ta'kidlab, musulmonlarga qarata sodir qilingan jinoyatlarni qattiq ayblaymiz. Armeniyada islomga o'chmanlik qilish iqimining avj ilayotganligini bildirib, Armeniya musulmon davlatlar bilan munosabat o'rnatishga tirishmoqda. Biroq ularning so'zlariga ishonmaslik lozim. Muqaddas joylarimizni va jamoalarimizni o'rib tashlagan Armeniya hargizmi musulmon davlatlarning do'sti bo'lolmaydi degan. Xavfsizlik kengashi Arakan musulmonlari haqida birdaylik hosil qildi. Xavfsizlik kengashining navbatchi raisi Etiopiyaning BDTda turishliq doimiy vakili Tegeda Ilemu muxbirlarning savollariga javob berganda qilgan so'zida Arakanda musulmonlar duch kelayotgan zo'ravonlikqa darhol xotima berilishi lozimligini ta'kidlab mundaq dedi. Xavfsizlik kengashi Berma davlat xavfsizlik kuchlarining fuqarolarga odatdan tashqari darajada kuch ishlatishi va hujumlarini ayblaydi. Shundaqla Arakandagi zo'ravonlikqa darhol xotima berilishi, surkilishning azaytilishi va fuqarolarning qo'g'dilishini talab qiladi dedi. Berma davlat raisi Aung San Suu Kyi'ning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengash yig'iniga qatnashmaydiganligi uqtirildi. BDT inson haqlari oliy komissari Raid Raad al-Husaynning Bermaning Arakan o'lkasidagi musulmonlar duchor bo'layotgan zo'ravonlik voqealarining irqiy qirg'inchilik bo'ladiganligini bildirishidan keyin Aung San Suu Kyi'ning ziyoratini amaldan qoldirishi alohida diqqat qo'zg'adi. Rayondagi zo'ravonlik voqealariga sukut qilib turivilish bilan ayblangan Nobel tinchlik mukofoti sohibi Aung San Suu Kyi, Dalay Lama, Pokistonlik ma'arif faoliyatchisi Malala Yousafzai va Janubiy Afrikalik din ustozi Desmond Tutuga o'xshash boshqa Nobel tinchlik mukofoti sohiblari tarafidan tanqidlangan edi.